Assalomu alaykum Sohibjon aka, mana Eron urug'imiz. Mana Eron 703 ta makkalari. Mana Eron makajxo'rlari. 703. Eron 703 navida makkaga ko'rik. Assalomu alaykum Mehmon aka. Alloh barakasini bersin. Bu KC 703 makkasini mana ekdingiz. Birinchi yil emas, siz necha? Уже ikkinchi yil ekyapsiz, ha? O'tgan yili ham Olganmiz o'tgan yil. Alloh barakotli qildi. Mana bu yil ham yana takroriy shuni ekdingiz. Qanaqa fikringiz Makka haqida qisqacha bir Makka haqida Sohibjon bu yil Xudoga behisob shukr, bu yilga hosilga qaraganda zo'r. Hamma joylarni ham ko'rib, tonnasini, sentinerini hisoblasak, shuni hisobidan yaxshi. Tosh 15, o'tgan yili 15200 kilodan hosil olganmiz. Bu yil endi Xudoni bergan, mana endi boshladik. Boshqa joylarga qaraganda yomon emas. o'tgan yildan ko'ra yaxshiroq natija beryapti. Inshaalloh hammani yig'ishtirib bo'lib, aniq tonnalari chiqaraman. O'tgan yil 15 tonna atrofida olingan. 15200 ga olganmiz. 15200. 1 gektar u 7 sotix joydan shunaqa bo'lgan. Alloh barakasini bersin. Xudoga shukr. Xudo xolisa. Yana bunda agrotexnikasi mana ishlovida qanaqa boshqa makkalardan farqi, masalan, issiqqa chidamliligi, suv. Lekin bizda hozir Sohibjon sug'oriladigan joylarimiz nasos bilan sug'oriladi. Shu yoz oylarida issiq keldi, agar bu yil bilgan bo'lsangiz, shunda nasosimiz qizib o'chirib chidamlik, stressga yaxshi chidamlik. Men kuyib ketsa kerak deb o'yladim, yo'q. Sug'organimizdan keyin yana Bizga anomal issiqda suvdan qolib qolgan holatda bo'ldi. Suvdan qolgan joylari ham bo'ldi. Lekin endi juda qolib ketmadi-yu, 5 kun, 4 kun bizning hisobimizdan qolib ketdi. Nasos bilan sug'orilgan. O'tlar nasos bilan sug'orilgan. Oqin suv emas. oqin suv. Shunga ozuqalar qancha berdingiz 1 gektariga hisoblaganda? 1 gektariga biz bir marta o'g'it soldik, 550 kilodan karbamid berdik. Ha, bittada bergan. Bittada berdik, ha. Boshqa bo'lib berilmagan. Yo'q, qarasangiz hali biz aytgan tavsiyada qilmagansiz. Yo'q, olmadik. O'sib ketib qoldi, keyin qarasak u qiyinligi uchun birdan soldik. Ya Xudoga shukr, yomon emas. Alloh barakasini bersin. Mana makkalarimizni o'zi ko'rinishi mana uzunligi katta hisobida hisoblasak